quloqni mana bu orqa tarafidan ikkisi ochib rezinkaga yig'ib olamiz. Buni to'g'ri qilgansan. Mana buni mamyo tarafini nachos qilish kerak emas. Tushunding? Ichki tarafini, tashqari tarafini emas. Bu tashqarida. Hozir bu yoqqa bundoq yopishganda bu yoq tarafi gladki chiqishi kerak. Mamyo tarafida nachos bo'lishi kerak. Tushunding? Keyin mashina 5 bo'lakka bo'lib ichki holatini nachos qilib olasan. Mana shunaqa воздушный. Mana bu tinda umuman nachos ko'rmagan, lekin mana bu kerak emas joyga nachos bergansan. Bu kerak emas joy. Bu ichki holati emas, bu tashqari holat hisoblanadi-da. Воздушныйroq berasizlar. Keyin berayotganda kallaga lak berish shart emas. Bu kallada o'rganayotgan qizlar, kalla olinglar, kallalaringlar prosta turmasin. Bu rosta qo'linglarni prichoskaga tayyorlab beradi. Mana bu yerda ham noto'g'ri qilgansan, ko'rasizmi? Bu yog'ini nabrot gladki qilib tarab olish kerak. Bunaqa boshda qizlar anaqa soch ko'p bo'ladi. Odamda soch kam bo'ladi. Agar sizlar valikni ham shu sochda qilsanglar bo'ladi. Valikni, ichidagi valiki bor-ku, bu yo'qmi? Hozir biz ustini bezatamiz-ku buni. Unaqasini ham sochda qilsanglar bo'ladi. Lekin odamda sochda qila olmaysizlar. Sochda endi kamda odamlarning sochi bunchalik hozirgi odamlarning sochi ko'p emas. Kuydirib, ekologiyaga to'kilib ketadi. Shuning uchun mana qilib oldik. Endi buni qizlar mana shunaqasiga teramiz. Chamiz mana bundoq qilib, og'zimizda emas, tishimizda emas, qizlar menga yoqmaydi. Bunaqa qilmaydi, bo'ptimi? Klient ham qilmaydi. Ilamiz, rezinkani mana bostirib, открытие holatda qotiramiz. Mana. Yana endi qanaqa qilaman? Mana shu rezinkani mana bu uch qismidan yana boshining ichiga, ichkari qismidan qadar o'tkazdim. Mana ko'rdinglarmi? X holatida o'tdi. Keyin yana qo'limni ochaman. Ana. Yana shunaqa qilib xuddi to'qqigandek aylantirib olib ketasizlar. Mana. Ana. Qilsam bo'ladi. Qo'yasan? Mana bu xolasanglar mana bu soch bor-ku, mana bu. Mana shu soch hozir ob'yom bergandan keyin, bu yoqqa qadagandan keyin mana bu tedagi sochdan mana bunaqa balik qilib, nachos qilib qotirsanglar bo'ladi. Shart bo'lmaydi bu. Odamda shunaqa qilsanglar bo'ladi. Agar valikni, odamda deman, kallada. Odamda valik qo'yib olib, mana bunaqa yopish uchun bundan foydalansanglar bo'ladi. Sochdan foydalansanglar bo'ladi. Hammasini nachoska. Lekin buni sochi ko'pligi uchun uni valikni qilsanglar bo'ladi. Nima qilamiz? Mana buni qilamizmi? Ha. Valiksiz ishlaydi. Valiksiz qilamizmi? Mana. Bitta terma o'zida ishlasa qanaqa? Mana, ko'ryapsanmi mana bu tini? Sen mashtini hozir shogirdimga berib, shunda ishimni qilib keldim. Qilganlar, lekin yomon emas, to'g'ri ham emas. Mana mashtga qilish kerak. Agar misol uchun shu hozir kelin holatida bo'layotgan prichoska tasavvur qilinglar, kelinda. Kelin bo'lsa bunaqa qilinmaydi. Bir sloy qilinadi-da, ustiga valik qo'yiladi. Chunki kelinning fatasi qanchalik yengil bo'lsa ham baribir bosib qoladi. Shuning uchun o'tga valik qo'yiladi. Bu hozir вечерний holatida bo'lsa, mana shunaqa ustki qismidan воздушный olinadi-da, ichki qismidan bitta bunaqa olinadi. Shu qotirilish uchun. Oldin lak sepiladi, keyin nachos uriladi har doim. Hozir biz bunga lak shart emasligi uchun sepmayapmiz. Tushundinglar? Tak. Yana. Nachos nimaga berilyapti? Bu nachoslar mana bunaqa boqingizni. Mana buni, mana bittadan har doim qizlar quloqni mana bu oldi holatini olib qolishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan noto'g'ri olib qo'ygansan boshida. Ko'ryapsan? Quloqni holatini olib qo'ygan. Mana bunaqasiga 50 ta pardada ketish kerak bo'lgan narsani qo'shib yoradi ko'pchilik. Mana bularni ham qo'shib yoradi. Shu noto'g'ri. Tushundinglarmi? Mana bu yerda ajratib olinglar. Shundoq mana. Quloqni mana bu qismidan bu yog'iga olasizlar. Quloqni mana shu qismidan mana shu yog'iga olasizlar. Xo'p. Ajratib olganda mana
Bu endi mehr bilan chigal bo'lib ketadigan shunaqa sochdi. Men bunda qila olmayman deydigan qizlar, xohlamayman degani, qila olmayman emas, xohlagan odam somondan ham qiladi. Xohish bo'lishi kerak, prosta xohish bo'lishi kerak. Endi bu yog'ini bu yoqqa qilamiz, mana yana olib olamiz. Ustini yopish uchun mana ajratib oling. Tashqari tarafi gladkiy bo'lsin qizlar, xo'p? Ichkari tarafi o'sha aytganimdek oqib tushmasligi uchun sochchi lyoqki nachos beriladi. Ana. Endi buni sen Mamutga taqib tashlagansan-ku lizimka. O'shanaqa emas-da, mana общийda oldin tushirib olib, keyin ikkita uchta lizimkada qotiriladi, bo'ldi. 50 ta lizimka qilinishi kerak emas. O'shanda pastda 5 ta lizimka, bu yoqda yana 3 ta. 50 ta lizimka bilan bezatish degani emas prichoska. Kerak joyiga texnikasi uchun qotirilishi kerak degani. Mana. Hech qanaqa laksiz ham gladkiy toza chiqadi. Lak prichoska qiladi degani emas. Sekin-sekin. Mana qilib oldik. Chiroyli qilib. Endi mana misol uchun buni hozir mana bunisini o'zini olib qo'yib turib, mana buni mana bundoq qilib valik qilsak bo'ladi. Qanaqa qilib? Mana buni ajratib olamiz. Ko'pchilik stilist vizajistlikni boshlaganida mana qaranglar, mashq holatda lak qanaqa beriladi mana. Bo'ldi, lyoqkida. Endi nachos qilsangiz bu lak zo'r turadi. Mana shu soch anaqasi nachosi zo'r anaqa bo'lib turadi. Valik bublik deysizlarmi, valik deysizlarmi, nima desanglar shunaqa turadi mana. Bundan endi foydalanamiz. Bo'lak kam-kamdan olib vazdushniy holatda nima qilsak, mana butga ham biz valik qo'ymadik. Butga ham valik qo'ymaymiz. Boshida stilist vizajistlikni tanlayotgan qizlar sochchi qilayotganda yuragi qizib ketadi. Juda ko'pchilik, men o'zim ham eslayman-da, soch qiyin bo'ladi. Shu o'qiyotgan qizlarda sochdan rosa qo'rquv bo'ladi. Boshida rostdan ham soch qo'rqinchli, chunki men bu gladkiy chiqarish, tolalar bilan ishlash qo'rqitadi. Unaqa qo'rqinchli bo'ladi. Toza chiqish qiyin bo'ladi. Yoki ishib ketadi, yoki prichoska hozir yoshini katta qilib ko'rsatib qo'yadi degan qo'rquv bo'ladi-da. Ishli bo'lish kerak. Любой prichoska, любой ayolning yuziga moslashtirib qilsa bo'ladi. Любой, faqat o'zini texnikasi. Misol uchun bir xil uzun yuzli odamlar havas so'rab keladi. O'zi uzun yuzli, lekin havas. Uni ham o'zini yo'nalishini bilib olsangiz, uni ham yarashtirib qilsa bo'lar ekan. Men rosa ko'p qildim, rosa chiroyli chiqdi, yarashdi, nabrot yuzini to'ldirdi. Bir xil qizlarning yuzi dumaloqchi bo'ladi. Bo'yni kalta bo'ladi. Ana ularga ham havas yarashadi. Siz o'rtacha unaqa bo'yningiz unaqa kalta emas, bo'yingiz ham past emas. Bir xillarni bo'yi vizajistlarni duxi yetmaydi. Nimaga qilish kerakligini ham bilmaydi o'zi. Nima maqsad? Maqsad bu texnika. Biz hali prichoskani boshlamadik, prosta texnika qilamiz. Mana qaranglar qanaqa qilaman. Vashi yo'q lakalar, yo'q deyiladi. Yo'q. Bo'ladi-yu, tushunsiz qilmayman. Meni laklarimni bitta desa, bitta his qilaman. Vash qiladi yetadi. Mana buni valik sifatida mana foydalandik. Mana endi mana bunaqa xuddi to'qib olib qilingan levidimkamizni qotiramiz mashinasiga, bunday qilib joylaymiz. Tushundinglarmi? Voy, men bu xonadagi naqa o'qiyman deyapti. Chaqirarsiz. O'qib olasiz deyapti. Eslatman mana. Mana qotirdim. Mana endi qizlar, men buni keyin qilsak ham bo'ladi. Oldin men bu ikkita tarafini qilib olib, buni keyin qilsak ham bo'ladi. Mana buni bezatishga olib qoldim. Bo'ldi. Naycha o'rtadan ochib olamiz. Mana o'rtadan ochib oldik. Oldi qismini. Bezatish uchun ko'p olib qolish shart emas, qizlar. Yetadi shu.
katta mashashib kerak emas. Keyin tarab qo'yinglar, chigali chiqib yoki nachosi ichiga nachos to'ldirib yoki gafri bostirib ko'rsatib qo'ymaydi. Bo'lmasam tekislab olinglar. Dazmol qilib. Mana bitta cho'p olsanglar, orqangizda bitta cho'p turibdi. Olinglar. Bu ham xos. Mana olamiz, qizlar. Bo'lak-bo'lakka ajratib olinglar. Mana oldim. 3 bo'lakka ajratib olamiz, qizlar shuni. Mana. Jon pasayib tur. Mana. Ozgina lak berdim-da, taradim yana. Ozgina lak beraman, tarayman. Nima uchun? Qilli yotqizib olish uchun taralyapman. Ildim qizlar. Eng oson varianti bu. O'zi bilasizlar, klient o'zida mana shunaqasi yasab ketaman. Ha? Oldidan mana bunaqa qilib ochib o'tirmayman. Shaqillatib yasab ketaman. Bu eng oson varianti. Prosta sizlarga o'rganishingiz uchun bo'lgan eng oson varianti. Mana. Keyin nima qilasizlar? Mana oddiy texnikasini qilib olasizlar. Mana shu ilvagan holatingizda. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Ko'rindimi? Bundoq ol. Mana. Hech qanaqa laksiz qildim hozir buni. Endi ozgina lak berib borib, bundoq qilib mana shu lak qaysi bir texnikada menga yoqdi, lekin turmush narsalar. Hech o'zi bitta dona ko'rpaga kiruvdim. Mana ko'p Men ketdim o'zimdan. Mana shu kurtkani boshlab olganman. Turkiyada ham shunaqa edim. Bitta narsa olaman, kirib qop narsa chiqadi. Ana endi buni yana zakritli holatda qotiramiz. Mana. O'zi chiqib kelaveradi, qizlar. Mana livzimka. Mana ochdim. Hozirda emas, qo'limda. Mana. Yo prosta klient kuzatib o'tiradi, u klient uchun ham stilistni obro'siga ne to narsa. Shuni o'rganish kerak, o'zi uchun yaxshi. Chiroyli narsa baribir, og'zida ochmaslik. Mana bu alohida qizlar. Misol uchun buni birinchi qilsa ekan bo'ladi. Mana buni ikkita. Men bittan kelgani uchun qizlar juda ham akkuratni ish qilinglar. Bo'lmasa men bilan titilib ketadi. Ushlab olamiz, bundoq tarab olamiz. Har doim mana cho'p bering. Mana qo'yamiz qizlarjonlar. Buni yana sekinlik bilan qiyin emas. Prichoska вообще oson narsa. Prosta lekin to prichoskani yo'nalishiga tushmaguningizcha sal sizlarni ozgina vohmasi bor narsa. Vohmaga soladi. Hech narsa qilmaydi. O'zingizlarni vohmanglarni yengsangiz shaqillatib tashlaysizlar. Men uchun prichoska 20 minut, yarim soat uzoq vaqt oladi bunaqa prichoskalar. Ana kuni klient nima dedi? Ishonmadi-yu. 20 minutda tayyor bo'lasiz desam, ishonmadi. Rovna tayyor qilib berdim. Nima dedim? Ha, chiroyligina. Krasavitsa. Yoshlari ko'pski. Mana o'zicha yo'nalishi o'zi xohlasanglar, mana buni agar qiynaladigan bo'lsanglar olib qo'yib turasizlar-da. Orqan qilib olamiz, xohlasanglar. Mana tayyor o'zi.
tayyor qilib olib keyin uni olsanglar bo'ladi. Nimaga biz birinchi orqa texnikadan boshladik? Mana уже bizda tayyor turibdi-da, qizlar. Shu uchun qo'shib, to'qib ketaverasiz. Как будто to'qishga o'xshatamanmi? Men to'quvchilikni yaxshi qilardim-da, shuning uchun prichoskalarda hech ham qiynalmadim. Mana yana ilib olaman. O'zimiz sochdan yasab olgan valikimizga ilib oldim. Lyoqki lak, mana qo'lim umuman lak bo'lib ketmagan, chunki juda ham kam sepaman. Mana ryobrishkalarni chiqarib olaman. Mana. Ana. Zakritый holatda qotiramiz. Juda ham oson narsa, prichoska. Bilgan odamga любой narsa oson bo'lib qoladi. Bilgan odamga hamma o'zini professiyasi oson bo'lib qoladi. Bilmaganga qiyin haqiqatan. Ozgina lyoqki lak taraymiz. Mana keyin bundoq tortamiz. Keyin mana buni qanot tutiga kirgizamiz. Mana плавно ketishi uchun cho'pilamiz. Har yog'ini shogirdim qilsinmi qizlar yoki men qilay? Ertaga qilib ko'rsatsam, har yog'ini. Mana xohlasanglar mana bu yopganni hisobiga открытый qilsanglar ham bo'ladi. Mana открытый qilsak, mana ochuv holatda shundoq qadab qo'ysak ham bo'ladi yoki закрытый qilsak ham mana yopiladi-yu. Ko'rdinglar? Закрытый qilsak ham bo'ladi, lekin открытый qilganimiz ham mana yomon chiqmadi. Ko'rdinglar? Endi buni mana bu sochdan aylantirib ham yog'ini yopib ketsak. Mana buni qizlar shpilkani tiqadigan bo'lsak, mana bu holatda ko'rsatmay qo'yish kerak bo'ladi. Mana uyda mana shunaqa kallalaringlar bo'lsa, mana bunaqa holatdagi bo'lsa ham olinglar-da, qo'linglarni shug'ullantiringlar. Mana xuddi yarim holatini ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana bu yog'ini ham xuddi shunaqa qilamiz. Va Shu hozir aytdim shogirdlarga va yonimdagi xizmatchi kelib ketdi. Mana nima qilmish dedi. Sizga anaqa. Birda boshlaymiz dars. O'chilib tartibda qilamiz sizlar. Yana tarag'i bo'lmay, hech qanaqa nachos, pachos bo'lishi kerak. Qiz aytibdi menga, "Voy, men o'ylovdimki, buni qilgani nachos qilib oladi." Bo'lmaydi, emas. Faqat 3 bo'lakcha tez holatda ajratib olinadi. Qiynalmaysizlar. Mana endi ozgina lak beramiz. Yo'qki, lak beramiz desam, bir xilla mundoq olib keladi, siqiladi. Unaqa emas. Yo'qki, lak beramiz. Menga jetdi ishlamasdi. Hayron bo'lsanglar. O'rtoqlar, meni shogirdlarim menga nima deb tashlab ketishadi. Yoki nimadir olib ketib qolishadi. Kimdan ham olib ketmadim, iltimos shogirdni ketishadi. Bu xayriyalarni bersin. Bugun bersam bering, iltimos shuni qidirib yurib xafa bo'lib qolmang. Munira opa, ne irim qilib olib ketishadi narsalar. Irim qilib olib ketishadi. Irim qilib olib ketmanglar qizlar jonlar, asalari mumkin emas, birovni haqqiga kirib qoladi. Sizlarni narsanglar o'sha qidirgan holatida o'sha masteringlarni, o'sha ustozinglarni qidirganida topilmasa, dili sizlardan og'rib qoladi. U barakanglarni o'chirib qo'yadi. U sizlar o'shani bir qalamchasi yoki bir kischasi yoki bir blyuskchasi bilan boyib qolmaysizlar. Barakanglar uchib qoladi. Realniy narsa bu. Hech kim yoqmaydi. Ayol kishi u fitratida, yaratilinishida
qizg'anchiq deb yaratilgan. Qizg'anchiq bo'ladi. Ayniqsa mana shu mayda juda kosmetikasiga qizg'anchiq bo'ladi. Realni qimmat kiyimlarim bo'lsa berib yuborishim mumkin. Kiymayman, u deb qanchasini tarqatib tashlayman. Lekin именно mana shu bilasizlar, qanaqa kosmetikaga o'chmiz. O'sha narsalarimizni haqiqatdan ham chano yonib ketib qolasan o'sharoq va blin deysanda keyin desam ham olib ketibdi-ya deb xafa bo'lib qolasan. Bo'lgan-da, ko'pchilikda bo'lgan. Hamma stilistlarda bo'lgan. Noto'g'ri bu narsa. Oldingilarni nimasi? Hozirgi dindan tushungan qizlar, o'qiyotgan qizlar mumkin emas birovni narsasiga tegishib tushunadi. Oldingi maqolada shunaqa bo'lgan. Oldin o'zim ham ustozimning kichkina qalamchasini olib ketganman. Bu noto'g'ri fikr o'zi. Kichkina ishlatmaydigan qalamchalar tiqilib ketdi. Mana ham bitta idish yotadi-yu, ochib-ochib yo'lda kam o'zim bersam shu qalam beraman. Просто shunaqasini olib ketganman, lekin bu o'zi asli vaqti noto'g'ri bo'lgan. Bitta shu kichkina qalamcha buni Xudoga sherik qilib qo'ygan-da. Alloh beradi-yu. Shirk-da bu. Allohdan so'raysan hamma narsani. Qalamchadan mana ketishga javob kerak deb o'ylagan. Вот реально. Menimcha ustozimning qo'li sehrli-da, faqat unda o'xshaydi, menda o'xshamaydi deb. Yo'q, voy. Xohish bo'lsa o'xshirkan. Zo'r bo'lib ketar ekan. Chiqar ekan-da. Joylashtiraverasan. Sekin-sekin yo'nalish beraverasan. Oy, nimalarni ovoz eshitilyapti. Bu bilan buni qo'shib yuborasizlar. Kelovini dumim. Mana shunaqa qilla bilan spokойно, xotirjamlikda ishlaylar. Qo'lamayapti hech kim sizlarni. Mana qishim bo'yi qo'linglarni trenirovka qilib chiqinglar. Yozda startda turinglar. Rassa ko'p odam ko'payib ketyapti hijobini. Конечно, kimdir bu yerda hijobni yechsin degan ma'noda gapirmayapman. Hech kim hijobini yechmasin, albatta, va iloyim. Просто rostdan ham o'zim ham ko'ryapman. Rahmat, keling. Ham ber jonim. Ha, rahmat, ha. Xolasanglar Halidaka yana butini qilib olamiz-da, qizlar. Keyin buni olamiz. O'chir. Yazgini nachos berdim-da, bu yog'ini sag'al tarab oldim. Bu yog'iga ozgina lat beraman-da, lohki nima qilaman. Qo'lim bilan silab olaman. Mana. Ber. Biz videoni uzmasdan oldik qizlar sizlar uchun. Mana. Mana do'mboqchi shogirdimga rahmat deylar. Yo'q, siz umuman tushmadingiz. Zo'r joyga o'tirib olgansiz lekin. Tushib qolish nimasi katta deydi. Mana buni ko'rasam tegini. Mana shu orqa tarafini hisobga olgan holatda o'sha
eng boshida nachos berayotganda o'ylab beringlar. Tushundinglar? O'shanda qipiq titilib yotish ko'rinib qolmaydi. Mana. Tushundinglar? Shoshilmasdan o'pkani bosib olib, men bir xil stilistdan ko'rganman, qo'liga tara olmasdan prichoska qilayotganini. Balkim tara olarsiz. Tarasiz aqtashdi-da. Noto'g'ri, akkuratni chiqmaydi. O'shaning uchun qo'rqinchli emas, просто texnikasini to'g'ri qilinglar deyman. Qo'rqinchli narsa emas bu deyman. Texnikasiz ishlash qo'rqinchli o'zi, aslida. Biz nima qilarkin deb o'ylaysan? Texnikasiz ishlash kozmo chiqarkin deb o'ylaysan. Bo'ladi-ya. Yo, o'zi olib qolsanglar bo'ladi. Yo'q, qizlar. Kelinlarga. Ha, mana bunaqa olib qolsa bo'ladi. Men просто endi uni yo'nalishini ko'rsatay dedim-da. Hozir sizlarga texnikasini ko'rsatib o'tay dedim. O'zi bu bosh bechara nechta shogirdlarni qo'lida, ne holatlarda anaqani o'tkazdi. Kunlarni tili bo'lsa so'kardi. O'tkazmoqda. Hamma har tarafdan Hayal o'tkazmoqda. Hamma har tarafdan bu bechorani nima his qiladi? Oson. Prichoskani o'ynab qilasizlar shunaqa. Nerv успокаивающий deb hisoblayman. Lekin Georgiylarni, Jimlarni prichoskalarini ko'rsam, kayfiyatim tushib ketadi. Endi menga yoqadi balki yo'nalish. Shunaqaga chiqish kerak endi biz уже yetib. Mana pastga tortamiz. Qulog'i shunday yopiladi, qizlar. Tushundinglar? O'zing bilan o'zing qolganingda baribir hech kim emas, o'zingga o'zing yordam berasan. Shunda xuddi shunaqa savollarni o'zingga o'zing berib, o'zingga o'zing javob topasan. Hozir shu yerda nima qilay? Hozir shu yerda nima qilay? Hozir shu yerda nima qilay? Qaytarib o'zi javob chiqarib beradi. Mana bunaqa qilib. Mana bunaqa qilsang ham bo'ladi degan даже variantlar chiqarib beradi senga. Keyin o'shani qilib ko'rasan. Hech kim seni urushmaydi. Ana. Bu oson ekanmi qizlarim? Men ovozingni chiqmaydi. Oson deb qabul qilinglar deb qayta aytdim men. Ertaga qilib ko'rsating. Oson ekan. Oson ekan. Oson Shunaqa deylar. Mana aylantirib, ha, mana prichoskamiz krasavitsalar. Endi bu unaqacha toza sochmas edi. 3 oydan beri bu sochni juda ham shogirdlar zo'rlayotgani uchun iloji boricha gladka qilishga harakat qildim. Albatta kommentariyalar yozinglar, sizlarga yoqdimi o'rgatganim? O'rgandinglarmi, hurmatli krasavitsa masterlar? Yanvardan yozilayotgan qizlarjonlar, yanvarda atrobotkaga men vaqt ajrata olmayman, yo'q bilmayman. Lekin обучение uchun, обучениеda zo'r prichoskalar o'rgatilinadi. Hammasini ishlatasizlar shunaqa, hammasini. Klientlarga ishlatasizlar bemalol. Kelinga fata shunda men bu yerda qo'ylar. Bu yerdan ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerdan ham qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Mana bu yerga mundoq setka kiygizilinadi lekin. Shunaqa setka